Aka, keling sabzi beraman. Karam bor, karam. Assalomu alaykum. Mana shu turibsiz aka. Bo'ldi aka, nima bor buni ichida? Aktyorman, rekvizitlarim bor edi. Saldanga olib ketaman aka. Bo'ldi. Biron nima olib keting. Ha, nima bo'ldi? Engash uylanmoqchi bo'lgan qizim. Xo'p, nima qilibdi? Unga bozorda ishlashimni aytmaganman. To'ydan keyin aytmoqchi edim. Kim qariydi bu yo'lga? Men. Gulkaram berib boring. Alo. Ha, o'rta nima dotuvdim? Voy aytgancha, bugun bitta bola bilan ko'rishdim. Voy, shunaqa ingillatdi. Asti etib bo'lmaydi. Shunaqa ingillatalik. Karam bo'ldi. Yana nima ekan? Baqlajonam berib boring. Kecha eski yigitimni ham ko'rib qoluvdim. Shu desang hali ham o'sha-dek. Orqamdan yugurib yuribdi. Voy, u yoqqa o'tsam, u yoqqa o'tadi, bu yoqqa o'tsam, bu yoqqa o'tadi. Mana baqlajon, Bo'l ketasizmi? 2 kilo sabzi ham berib boring. Hozirgi gaplashib yurgan yigitim ham bor-ku. Shu ham sovchi jo'nataman debdi. Voy, o'lay. Anu peshonasi katta. Latta. Ha, narsalarning o'rnida turib qoldi. Nima baqiryapsiz? Abdulaziz. Bitta banan olib ber.